Yetmadilar yana bir narsa sal xayoldan faromush bo'lganroq bo'lib qolibdi. Shuni aytishimiz kerak. Bir odamni yaxshiga qilsang yaxshilik ham aytadi, ham qaytadi degan gaplar bor. Bahodirjon shuncha yo'l vaqt ajratib ishga ketdilar. Biz 90-yilda Bahodirjon bilan salomlar qilishga boshlaganmiz. Buni sababchisi Bahodirjon shu Sharqonning eng sho'x yigiti bo'lgan. Sharqondagi Halim akani, Sher akani to'yga kelib ketishga to'la mana shu odam shu yonidagi muhofazada turgan o'g'il bola yigit mana shu Bahodirjon bo'lgan. Biz ham Sharqonga boradigan bo'lsak, falonchi Bahodirjon yapon desa, o'sha ko'chaning eng uzuqorasi ham Bahor akam deydigan gaplarni eshitganmiz. Bahodirjonni ham o'sha Sher akam to'g'risidagi yaqin mana shu xiyol bemaza mag'zada gap chiqqanidan birinchi harakati faqat Sher akamning yaxshi tomoni. Chunki Sher akamning yaxshi tomonini Sher akam bilan yaxshi gap, ko'p gaplashgan bu yigit ham. Bu yigitnikida ham 3-4 bor Sher akamning xizmatida biz yonda bo'lganmiz. O'g'illarni o'ylashda, qizini chiqarishda. Demoqchimanki, mana shunaqa Bahodirjonni singari hasadi yo'q, dangal o'g'il bola ko'chada gaplashadigan yigitlar ko'p bo'lsin. Shuning uchun bu birodarimiz bilan mana 90-yildan bo'ladigan bo'lsa, mana 35 yildan beri hapayimiz bor ekan. Buni ham sababchisi Sher ekan. Sher ham shu yetalar borgan, kengi mol qo'qmay yurganmiz, sababi har bitta yeri o'zini muhofaza qiladigan odam bor ekanda. Birinchidan shu ko'chada yuradigan o'g'il bola, ikkinchidan hammani ko'ylini topa oladigan, hammani hurmatiga sazovor bo'lgan birodarimiz. Mana hozir ham ichimdan shu yigit kelib, aka bu nimaga Andijon, Farg'ona viloyatida bizdagi Mamatxonlardan aka 7-8 million bor. Shuning ichidan kelib, aka shu Sher akam bilan ko'p gaplashgansiz. Sher akam to'g'risidagi gaplar deganlarga chiroyli bilganimizni, esimizdan chiqib qolgan yerlari bo'lsa, unga uzr aytamiz. Biz shu shoh bilan